qiyomat bo'lmaydi insonni qamchisini uchidagi temir gapirmaguncha dedilar. Ya'ni telefon belda turadi u. Shu gapirmaguncha qiyomat bo'lmaydi. Qiyomat bo'lmaydi kovushini bog'lab turgan 1 metrlik ipi bilan gaplashmaguncha qiyomat bo'lmaydi. Qulog'ingizga tiqib gaplashayotgan naushnikingizdan xabar beryaptilar Rasululloh. Shu 1 metrlik ipga o'xshagan narsa bilan gaplashmaguncha qiyomat bo'lmaydi dedilar. Va qiyomat bo'lmaydi insonni cho'ntagida turgan narsa dunyoni uyog'ida turgan bo'lsa bu tomonidagi bola chaqasini ko'zini oldiga olib kelib ko'rsatib berib gaplashmaguncha qiyomat bo'lmaydi dedilar. Mana shu telefon basmi? Uyidagi dunyoni ag'idan turib ko'rib gaplashyapti. Cho'ntagida turgan, sonida turgan narsa bola chaqasidan xabar bermaguncha qiyomat bo'lmaydi deyaptilar.